Toshkent vokzal oldida bitta chuqurda juda ko'p haydovchilar jabr ko'rgan edi. O'shanda biz ham o'sha chuqur qurboni bo'lgan edik. O'shanda haydovchilarning og'riqli holatini tushunganman. Vayoq avtomobilini ikkita ballonni tekshirgan edi. Ustaxonaga olib borish maqsadida evakuator bilan bog'langanda ustaxonagacha olib borish narxini 1,5 million so'm degan edi. O'shanda ustaxonaga olib bormasdan ustalar o'zini chaqirgan va ustalar har bir ballon uchun, bitta ballon uchun 500 ming so'mga Vayoq avtomobilining ballonini yamab bergan edi. 500 ming so'mga men Spark'imga ikkita ballon, yangi ballon olgan bo'lar edim. Shunda haydovchilarning og'rig'i, yo'lda yordamga muhtoj bo'lganda arzimagan masofa uchun evakuatorning narxi osmonda bo'lishi, ustalarning narxi qimmat ekanligini tushunganman. Ammo endi Road 24 ga yordam 24 xizmati qo'shilgan. Yo'lda avtomobilingiz buzilib qoladigan bo'lsa, ballon almashtirish kerak bo'ladimi, evakuator xizmati kerak bo'ladimi? Juda ko'plab xizmatlarni hamma uchun belgilangan summaga chaqirsangiz bo'ladi. Shu sababli janoblar, bu videoni yo'lda balloni teshilib qolib, qiynalib qolgan tanishingizga yuborib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Sog' bo'ling.